Agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizni ham farzandingizda telefon bilan muammosi bor. Ko'p vaqtini telefonda o'tkazyapti va hokazo. Bu darsligimizda xudo xolisa sizlar bilan ikkita narsa bo'yicha gaplashamiz. Bolalar nimaga telefonga bog'lanib qolyapti va agar bog'lanib qolgan bo'lsa, qanaqa qilib bu holatdan ularni olib chiqib ketishimiz mumkin? Xudo xolisa kerakli instrument bilan sizlarga berib ketaman, xudo xolisa. Xo'p, men ismim Bekzod Shukurlayev. 5 yildan beri shaxsiy rivojlanishdan dars va trening o'tib kelaman. Shu paytgacha mingdan oshiq bolalar bilan ishlab, 95% o'zgarishlar bilan natijaga erishib kelyapmiz. Xo'p, darsimiz boshlanishidan oldin bitta narsani tushunib olaylik. Nimaga bolalar telefonga bog'lanib qolyapti? Xo'p, bolalar hozirgi holatda telefonga bog'lanib qolishi bu tabiiy holat. Nimaga? Chunki, hurmatli ota-onalar, bolalaringiz fokusini telefonga berish uchun, unda ko'proq vaqtini o'tkazish uchun millionlab emas, milliardlab pul sarflanyapti. Shuni tushunib olaylik. Qaytarib aytaman, bolalaringiz telefonni ko'proq vaqt o'tkazish uchun millionlab emas, milliardlab pul sarflanyapti. Bular kimlar? Va nafaqat pul, mutaxassislar ham, minglab mutaxassislar mana shu telefonning orqasida o'tirib, bolalaringizga qaysi muzikani qo'ysam ko'proq eshitadi, qaysi ranglarni chiqarsam ko'proq unda qoladi, qaysi videoni qo'ysam unda ko'proq vaqtini o'tkazadi, qaysi video unga qiziqarli, rekomendatsiyasi o'sha narsani olib chiqadi. Va bola o'sha telefondan qolib ketishi bu tabiiy holat. Juda ham ko'p pul sarflanadi va bu mutaxassislar bolaning psixologiyasini, nafaqat bolaning, ota-onalarning ham psixologiyasini tushungan holatda, xo'p, qaysi formatda ko'rsatsam, qaysi ranglarda, qaysi tovushlar bilan olib chiqsam, bular ko'proq qoladi deb turib, shuni orqasida har kuni ertadan kechgacha ishlashadi. Va bu kurashda siz bilan biz pul bilan kurasha olmaymiz. Pul bilan chiqsa yutqazamiz, chunki sizda ham mana unaqa pul yo'q. Siz bilan biz bu muammoga yechim qilib bitta dona yechim qila olamiz. Vaqt. Ya'ni birinchi muammolarning yechimiga birinchi instrumentimiz bu vaqt. Ya'ni bolaga biz qancha ko'p vaqt ajratar ekanmiz. Kurslarga birga boramiz, sportlarga birga boramiz, u bilan gaplashib o'tiramiz. Qanchalik bolamizni biz bilan bo'lgan muloqotida telefonga qarashini uzoqlashtirsak, biz bilan bo'lgan muloqotini vaqti telefonga kamroq bo'lgandagina biz bu narsani yuta olamiz. Pul bilan emas. Ya'ni nafaqat pul bilan emas deganimda qaytarib aytaman. Kurslarga berib qo'yish, sportlarga berib qo'yish bu yechim bo'la olmaydi. Mana kursga borgan deyapman, mana sportga borgan deyapman, berib qo'ydim, pulni to'laman, yana nima xohlaydi demanglar. U narsa agar sanab o'tdi e'tiboringlar, poddershkalar, davay deb turishinglar bo'lmasa, bolaga u sport ham, kurs ham qizig'i yo'q. Ya'ni o'sha paytda doim sizni ko'rganda, sizni eslaganda bola doim bitta inson tasavvur qilsin. Ya'ni uni muammolarini eshitadigan, unga vaqt ajratadigan, uni onajon, adajon, mana bu narsa yoqyapti, mana bu narsa yoqmayapti deganda, ha, bo'la demay, o'zgartiramiz. O'zi g'oyalaring nima? Kelajakda maqsadlaring nima? Farqi yo'q bu. Sportsmen bo'ladi deyaptimi, futbolchimi, biznesmenmi, farqi yo'q. O'sha paytda, davay, men seni yoningda turaman deb poddershka qilib turadigan insonni topa olsagina, biz bilan ko'proq vaqtini ajratadi. Ya'ni vaqtini ajrat desam o'sida, xo'p gaplashishni xohlayman, gaplashmayapti-ku degan darajaga chiqib bo'lgan bo'ladigan bo'lsak, ya'ni o'sha o'rtadagi aloqani uzib qo'yganmiz, ya'ni bizdan qo'rqadi ozgina. Hozir borsam futbolchi bo'laman desam, bo'lmagan deylar, kibersportchi bo'laman desam, bo'lmagan deylar, biznesmen bo'laman desam, bo'lmagan deylar degan qo'rquvni shakllantirib qo'yganmiz. Endi shu qo'rquvni yo'qotingda, nima deyishdan qat'iy nazar, всё, zo'r. Men yoningda turaman, birga boramiz deb ketishlar mumkin. Ha, bu har xil yo'nalish bo'lishi mumkin. Meni ham oldimga shunaqa bolalar keladiki, qizlar keladi. Men bloger bo'lmoqchiman deydi, qornini ochib o'ynamoqchiman deydi. Bolalar keladi, men kibersportchi bo'laman deydi va hokazo. Har xil siz bilan men yoqmaydigan yo'nalishlarni aytishadi. Menga ham yoqmaydi bu. Lekin agar men shu narsani bo'laman degan narsanga yo'q, bu yaxshi emasam, meni eshitadimi? Seni eshitdimi? Eshitmaydi. Ana o'shaning uchun ham meni metodika nima sizlarga tavsiya beradiganim. Ha, zo'r-ku, men seni yoningda turaman. Futbolchi bo'lasam, arenaga borib birga o'tiraman. Kibersportchi bo'lasam, musobaqalaringga birga boraman. Videoga chiqmoqchimisan, video olmoqchimisan, o'ynab, gapi o'zim like bosib kuzatib turaman, podpiska bo'laman. Deyman-da, un bilan o'rtamizga yaqinlashib olganimizdan keyin unda, ha, bu inson meni qaytarmaydi. Bu inson menga yaxshini ro'bo ko'radi degan narsani ishonch hosil qilganimdan keyin o'zimga tiqaman. Ha, anaqa ukam kibersportchi zo'r bo'lish, lekin o'zing tasavvur qil, kelajakda katta bo'lganda bolalar maqtanadi-yu, 3-sinfda, 4-sinfda adam mamla qiladi deb. O'sha paytda adam meni kontur bo'yicha nominadiy inson deyishini xohlaysanmi deyman. O'zi sekin o'ylab qoladi. Yoki qizlarda mundom misol uchun ertaga baribir sizni ham qizingiz bo'ladi, o'g'lingiz bo'ladi, ertaga o'g'illaringiz choyxonada o'tirganda rekomendatsiyasida sizni o'ynab chiqqaningiz chiqib qolsa, o'zingizni qanaqa tasavvur qilasiz? O'g'lingiz qanaqa o'zini tasavvur qiladi desam, qizlar sekin o'ylashni boshlaydi.
ana o'shaning uchun ham birinchi bo'ldi yoningdaman deb поддержкада turamiz, to'g'ri yo'nalish bo'lsa поддержкада turamiz oxirigacha va yordam beramiz ham gapimizga соответственно qilayotgan ishlarimiz. Lekin agar bizga yoqmagan yo'nalish bo'lsa boshida bo'ldi yoningdaman deymiz, keyin sekin o'rtamizda aloqani yaxshi olgandan keyin sekin o'zimizni to'g'ri tushunchalarimizni maslahat orqali berishni boshlaymiz. Xo'p, bu birinchi muammosiga yechim bo'lgan bo'lsa, ikkinchisi bola nimaga telefonga bog'lanib qolyapti? Ya'ni insonga bitta narsa kerak. Tushunib olinglar. Nafaqat bolalarga, kattalarga ham. Chunki telefonga bog'liqlik muammo faqat bolalarda emas. Qo'shilasizlarmi? Kattalarda ham bor. Ya'ni insonga faqat ikkita narsa kerak. Birinchisi e'tibor va tanlov. Mana shu ikkita narsani qatdan olsa, inson o'sha tomonga qarab yuradi. Xoh kichkina bo'lsin, xoh katta bo'lsin. Ikkita narsa e'tibor va maqtovni qatdan topsa o'sha tomonga yuradi. Ana endi tasavvur qiling. Bolangiz telefonda o'yiniga kirishi bilan nima bo'ladi? Yulduzchalar chiqadi. Pullar beriladi, eliksirlar, mukofotlar beriladi, podarkalar beriladi. Malades, sen o'yinga kirding, sen e'zursan, davay, rahmat kirganingga deb har doim uni tabassum bilan, har doim u bolangizni u o'yin kutishini signalini berib qo'yadi. Va bola biladiki, qachonki kirsa o'sha yerda u podarka bilan, xursandchilik bilan uni kutib olishadi. E'tibor bor o'tdi. Ikkinchisi, bolangiz azincha vaqt o'tkazib bitta ko'proq insonni o'ldirsa nima bo'ladi? Malades. Sen birinchi raqamlisan, sinfda, O'zbekistonda, dunyoda sen birinchi raqamlisan, sen g'olibsan, great, malades deb unga har xil avtomatlar, har xil shlemlar, har xil mukofotlar berishni boshlaydi. Pul va hokazo. Ya'ni bu yerda o'sha maqtov ham bor. Har bitta qilgan odamiga, o'ldirgan insoniga, har bitta bajargan missiyasiga malades degan maqtovi bor. Bu birinchi variant. Ikkinchi varianti, bola o'zining hayotiga qaraydi. Bundoq qarasa, maktabga azincha 1 minut kech qolgani uchun 2 varro insho yozadi. 5 emas 4 olgani uchun, "Hey, men o'rtog'ing 5 olyapti, sen qachon 5 olasan?" Azincha 5 minut kech turgani uchun qachon odam bo'lasan, mas'uliyat qachon bo'ladi, nega vaqtli tura olmaysan degan va juda ham ko'p o'zingiz biladigan tanqidlarimiz tiqilyotibdi bola tarbiyasida. O'sha tanqidlar turibdi. Bu ikkinchi variant. Ana endi hamma narsani esdan chiqarib yuboring, ota-onaligingizni kibr va hamma narsani esdan chiqarib yuboring-da. Ikkita variant keltirib berdim. Bola emas, inson qaysi tomon ketadi? Inson qaysi tomonni tanlaydi? Iltimos, bola tarbiyasida hissiyot bilan bo'lmaydi. Bola tarbiyasi aqlli ishlab turib, o'xshagan instrumentlar bilan qilinadi. Ya'ni, men bir ish qildim, o'xshamadi, demay to'xtataman. Men buni qilib ko'raman deb o'zgartirish bilan bo'linadi. Bitta narsani unutmanglar. Bola tarbiyasi. Bola xohlaganimizdek bo'lmaydi. Bola tarbiyalaganimizdek bo'ladi. Ibn Sinoning zo'r gaplari bor. Bola tarbiyasi so'z bilan bo'lmaydi. Bola tarbiyasi hol ilmi. Ko'rsatib qilib beriladi. Ya'ni ba'ziviy bilish kerak bo'lgan narsani o'rgatib qo'yganimizdan keyin to'g'ri, noto'g'ri. Misol uchun bizning variantimizda qadriyatlarimizdan kelib chiqib halol haromni o'rgatganimizdan keyin o'zimiz amal qilib ko'rsatib berishimiz kerak. Ya'ni o'sha yerda. Ya'ni qachonki biz bolalarimiz bilan musobaqaga borganimizda, kurslarga borganimizda, malades, sen zo'rsan, gap yo'q. O'tgan safargidan ko'ra sen zo'rroq harakat qilding, mana natijaga erishding. Gap yo'q, rahmat senga. Sendan umidim katta edi, sen buni isbotlab beryapsan. Kelajakda ancha xotirjamman, bolam, rahmat deb tursanglar, shunaqa deylarmi deganman sizlar. Shuning uchun ham ko'p narsa o'zimizga bog'liq. Bolaga o'sha maqtov bilan e'tirofi berib turadigan bo'lsak, e'tibor berib turadigan bo'lsak, Xudo xohlasa biza tomonga yurish boshlaydi. Nimaga? Chunki o'yin unga qanchalik malades deyishdan qat'iy nazar, baribir bola uchun, bola qanaqa darajada bo'lishidan qat'iy nazar, baribir ota-onasining maqtovi birinchi o'rinda turadi. O'zingizdan kelib chiqib bitta aniq qiling. Sizlar rahbaringiz, ishdagi rahbaringiz maqtashi mumkin, o'rtog'ingiz maqtashi mumkin, boshqasi maqtashi mumkin. Dunyoda hamma inson sizni maqtasin, lekin ota-onangiz sizga ishonmay, qo'lingdan kelmaydi, seni umidimni chippaga chiqarding. Qachon odam bo'lasan, sen odam bo'lmaysan degan gap tursa, baxtli bo'lasizmi yo'qmi? Ikkinchi varianti. Butun dunyo sizni yomon ko'rsin. Sen qo'lingdan ishlama kelmaydi, sen hech kim emassan, gapirayotgan gaping bir tiyin deb turib, hammasi yomonlashib. Bu yerda ota-onangiz, bolam, sen shunaqa narsa gapiryapsan, даже biza bilmaydigan narsalarni gapiryapsan. Gap yo'q, davom et. Yoningda turamiz, orqangda duo qilib turibmiz desa, qaysi birda baxtli bo'lasiz? O'shaning uchun ham bola ham unaqa bolalarimiz bizilib ketmagan, iltimos noto'g'ri tushunchaga borib qolmaylik. Juda ham bizilib ketgan degan noto'g'ri tushunchalar bor. O'zgaradi. Bolalarimiz hali joy-joyida turibdi. Shunchaki biz momentda ularni diqqatni chalg'ish uchun sarflanayotgan pul, vaqt va tushuncha maqtovlarga yutqizib qo'yamiz.
mana shu narsani bizga bersakkina, xudo xohlasa bu narsada g'alaba qozonamiz. Ota-onalar iltimos vaqtim yo'q demang. Bilaman ishlaysiz, boshqasi bo'ladi, lekin mana olamga ota-onalar kelishadi. Mendan oshiq ota-ona kelgan bo'lsa, mana olamga ikki xil bola keladi. Birinchisi muammoli bola, ikkinchisi muammosi yo'q, shunchaki o'zini ustida ishlab, o'zini yo'nalishida birinchi raqamli bo'lmoqchi bo'lgan bola. Ikki xil bola keladi. Birinchi variantimda men bu yerda muammosi yo'q bolalarda birontasida ko'rmadim, hali ota-ona vaqt ajratmagan, bola o'zidan o'zi yaxshi bo'lib qoldi. Ota-ona ertadan kechgacha ishda, bola o'zidan o'zi yaxshi bo'lib qoldi. Men hali ko'rmadim unaqa кейsni. Ikkinchisida bola telefonga bog'lanib qolgan. Hali ko'rmadim. Biz ota-onasimiz, u bilan gaplashib o'tiramiz, ertadan kechgacha yonidamiz, qo'llab-quvvatlab turamiz. Desa-yu, lekin bola telefonga bog'lanib qolgan, bolani ham ko'rmadim. Agar mana vaqtda bo'lishimiz, e'tiborimiz to'g'ri bo'ladigan bo'lsa va yoshida vaqt ajratmagan bo'lsak-ku, keyin bola telefonga bog'lanib qolgandan keyin tushunib o'zgarishga harakat qilayotgan bo'lmasak, hali men unaqa keys ko'rmadim. Lekin hali umid bor. Hali men ikkinchi variant bizda bo'ladigan bo'lsa, mash etayotgan instrumentlarimizni qo'llab tursangiz, inshaalloh natijaga erishamiz. Ya'ni har xil krujoklar toping, kurslar qiling, kurslarga boring. Kursda ham tanlayotganingiz iltimos brend tanlamang, o'qituvchini tanlang. O'qituvchiga qanaqa muomala qilyapti? O'qituvchi bolani boshqara oladimi? O'shanisiga e'tibor bering. Atmosferaga e'tibor bering. O'qituvchiga va atrofdagilarga muomalasi qanaqa? Salom beryaptimi chetdan kelganlarga va hokazo shularga e'tibor bering. Va atrofni klublarga olib qo'ying. Bolalar sportga boradigan klublar, ot sport klubi bo'lishi mumkin, hokazo. Ana endi bir xil toifalar chiqishi mumkin, ya'ni bizning pulimiz yo'q. Tan olamiz. Ya'ni bu narsani otga olib borish, har xil kurslarga berish hammaning imkonidan kelmaydi, lekin agar biz tushunchalarimizni to'g'irlasak, buni imkoni hammada bor. Qaysi tushunchalarimiz? Iltimos, mashinaga pul yig'maylik. Uyga pul yig'maylik. To'yga pul yig'maylik bolalarni. Nimaiki topsak, hammasini bolani rivojlanishiga, bolani kursiga, mashina olmasdan bolangiz otda yursin. Qaqadir, misol uchun, uyingizni stashi, misol uchun travertin qilmaysiz ham, sokol qilmaysiz ham, bolangiz Turkiyaga sportidan borib kelsin, chet elga chiqib kelsin ustozi bilan. Ishoning, agar bor butingizni bolaga sarflasangiz nima bo'ladi? Bor butingizni bolaga sarflasangiz, kelajakda bolangiz o'zini yo'nalishida birinchi raqamli bo'lib turib, bor pulini sizlarga sarflaydi. Ana o'shanda qiyinchilik bilan uy olmaysizlar. Bolangiz inshaalloh 1 yillik pulida bitta uy olib beradi sizlarga. 6 oylik pulida sizlarga bitta mashina olib beradi. Mana shu narsaga erishaylik. Iltimos, tushunchalarimizni to'g'rilaylik. Faqat to'yda yurmaylik, iltimos. Uy, mashina, to'y keyingi oxirgi planda bo'lgan narsa. Birinchi narsamiz baribir bola uchun yashaysizlar-ku. Tan olaylik, baribir bola uchun yashaysizlar. Agar bolanglar hayotda bo'lmasa qanaqa yashardinglar? Bilmadim, har oyligingiz menimcha chet elga bitta chiqib kelishga yetadi. Bir oy ishlab, bir oy chet elga yura olasiz, menimcha. To'g'rimi? Ana o'shaning uchun bola uchun yashayapmizmi? Bo'lib qilayotgan ishlarimiz ham bolaning tarbiyasi uchun bo'lsin, bolaning kelajagi uchun bo'lsin. Xo'p. Va uchinchisi, eng oxirgisi, hozir ikkinchisini yozib qo'yib bo'lmasa, ikkinchisi maqtov va e'tibor edi. Maqtov va e'tibor. Uchinchisi, agar mana shu uchinchi instrument sizda bo'lmasa, bundan oldin gapirgan hamma gaplarim befoyda. Uchinchisi namuna. Ya'ni boladan kitob o'qishini talab qilyapmizmi? Boladan telefon kamera o'ynashini talab qilyapmizmi? Agar o'zimiz bu narsani hayotimizda ko'rsatib bermasak, gapirayotgan gapimiz hammasi befoyda. Agar bolaga kitob o'qing deb turib, o'zimiz kitob o'qimasak, telefonda kamera o'ynagin deb turib, o'zimiz telefon o'ynasak, befoyda. Aytishingiz mumkin, "Ahob, men ishim telefonda-ku, men ishlayman-ku, o'ynayman-ku" deyishingiz mumkin. Bolaga buni qizig'i bormi? Bolaga farqi yo'q. Xuddi inson miyasi haq bilan nohaqqa ajrata olmagandan keyin, ya'ni haqiqat bilan yolg'onni ajrata olmaydi. Masalan, limonning formatida. Masalan, aytsamki, hozir sizga limon turib tasavvur qiling, yarmidan kesilgan, suvlar oqib turibdi. Nordon limon, siz bitta yaladingiz. Desam, normal holatda gaplashsangiz, so'linglar keladi-ku. Limonni siz ko'rmayapsiz-ku, hidlamayapmiz, ko'rmayapmiz-ku. So'linglar kelyapti, ya'ni aqlimiz ajrata olmaydi. Bola ham xuddi shunaqa. Bolaga qiziq emas, ish qilyapsizmi, o'yin o'ynayapsizmi, bir xil. Ana o'shaning uchun imkon qadar bolaga telefon o'ynayotganimizni ko'rsatishimiz kerak emas. Qo'ldan kelgancha notebookga o'tkazamizmi ishimizni, qog'ozga o'tkazamizmi ishimizni, hokazo o'shani qilaylikki, bolani oldida kamera, telefon olaylik. Endi umuman buni iloji qaysidir vaziyatlarda baribir telefonda o'tirishingiz kerak bo'lgan vaziyatlarda imkon qadar xonangizga kirib keting. O'sha televizor oldida o'tirmang, bolani oldida o'tirmang, yoki keyinroq ko'rib turib xonangizga kirib, xonangizda ko'ring.
Ya'ni bolangizni oldida o'tirmang telefonda, imkon qadar bola ko'rmasin. Misol uchun, endi men yahudiylarni jam unaqa maqtash anaqa tarafdor emasman, lekin tarbiyasida ko'p narsada to'g'ri ishlar qiladi. Mana misol uchun yahudiylar o'zi imkon qadar telefon o'ynamaydi. Kelaylik shundan boshlaylik. Telefon o'ynamaydi. Ana endi ishi bo'yicha charchagan holatda ko'rish zarur bo'lib qolgan holatda ham imkon qadar kitobni orasiga qo'yib ko'radi. Imkon qadar kitobni orasiga qo'yib ko'radi telefonni. O'sha bu bo'yicha ham zo'r bitta kino chiqdi yaqinda, Xitoyga adashmasam, xarobadan chiqqan milliardermi yo'q, kambag'al milliarderlarmi, shunaqa bitta kino chiqdi, o'zbekchasini bilmadim. Tashab qo'yman, xudo xohlasa chiqarib berishadi rasmlarini, bitta ko'rsanglar, u yerda ham milliarder insonlar bolasini qanaqa tarbiya qilyapti. Boylikda, erkinlikda hamma narsani to'ydirib, o'sha lyuksda katta qilyaptimi yoki qiyinchilikda katta qilyaptimi? Zo'r kesa berib ketgan. Buni ko'rishinglarni tavsiya beraman. Ya'ni uchinchisiga qaytadigan bo'lsak, o'zimiz nima talab qilayotganimiz hammasida namuna bo'lib beraylik. Vaqtimizni qanaqa sarflayapmiz? Televizorda o'tirmaylik, telefonda o'tirmaylik, o'rtoqlarimiz bilan gaplashmaylik, onalarning formatda qarindoshi bilan kamroq gaplashaylik. Bolalar bilan suhbat qilamiz, kursimizga kelishdan oldin. Hammasiga aytamiz. Onangiz qanaqa vaqtlarini o'tkazadilar, bo'sh vaqtlarini desak, 90% hammasi qarindoshi bilan ko'p gaplashadilar. O'shaning uchun ham imkon qadar bolaga butun maqsadimizni, energiyamizni, pulimizni bolani kelajagiga sarflaylik, qaytadi inshaalloh. Hurmatli ota-onalar, qo'rqmanglar. Bolani zo'r tarbiya qilib qo'ydingiz, uyingiz yo'q, mashinangiz yo'q, pulingiz yo'qmi? Bolangiz xudo xohlasa 1 yilda hammasini 1 yilda qilib beradi. Hammasini o'zi qilib beradi. Sabr qiling, intizom bilan bo'ling, bu oson emas. Gapirish oson, qilish oson emas. Ana o'shaning uchun ham qiyirish qiyin bo'lgani uchun, ko'pchilik qilmagani uchun shunaqa telefonga bog'lanib qolgan bolalar ko'p, tushunchalar to'g'ri bo'lgan, o'zimiz ishlayotgan bolalar kamroq. Inshaalloh siz bilan biz mana tomon tarafda bo'laylik, bizning ham farzandimiz shunaqa bo'ladi. Ikkinchisi, o'sha uchinchisi eng asosiysi, namuna bo'lib bersak, ko'p muammolarimiz yechiladi. Chunki xafa bo'lmanglar, bitta tushuncham bor. O'zimning xulosam borki, shuncha ota-ona bilan ishlagan bo'lsam, hozirgi paytda bolalarni emas, ota-onalarni o'qitish kerak. Qo'shilasi ham yo'qmi, men bilmayman. Meni shunaqa qarorim qat'iy. Hozirgi paytda bolalarni emas, ota-onalarni o'qitish kerak. Chunki men qanchalik kurs ochishimdan qat'iy nazar, bolaga agar bunaqa darsni bolaga bersam, telefonda kamera o'ynash bo'yicha instrument bersam, bolani 1000 ta muammosidan bitta muammosi yo'qoladi. Ya'ni telefonni kamera o'ynaydi. Misol uchun, qolgan muammolar yana davom etadi. Urushqonligi, dangasaliga hokazo. Lekin agar siz bilan men o'zgara olsak, mana shu bitta darsdan siz bilan men o'zgara olsak, hayotimiz boshqa jabhalarida hamma narsa tuzaladi. Bolani hayoti ham, sizning hayotingiz ham, bolani kelajagi ham, sizning kelajagingiz ham. Shuning uchun ham iltimos qilaman, o'zimizdan boshlaylik va aytilgan instrumentdan ishlasanglar, xudo xohlasa bizga o'xshab 95% natijaga erishasizlar. Xo'p, eslatib o'tgandek, bizning kursimiz bor. 10 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan bolalarni o'qitamiz. Shaxsiy rivojlanish bo'yicha 4 oylik kurs, haftada 3 marta 1,5 soatdan bo'ladi va bu darsligimiz o'tiladigan darsliklardan bitta donasi kimni farzandi o'zining ustida ishlashini, mas'uliyatli bo'lishini, kelajakda maqsad qo'yib, unga intizom bilan erishishini, o'zini yo'nalishida birinchi raqamli shaxs bo'lishini, kuchli shaxs bo'lishini istasa, pastda link qoldiramiz. Linkdan ro'yxatdan o'tib, o'zingizning ma'lumotingizni qoldiringlar. Xudo xohlasa adminlarimiz sizlar bilan bog'lanishadi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos like bosib, bitta kommentariyada o'zingizning fikringizni yozib qolib, bitta insonga jo'natib qo'ying. Inshaalloh qolganlarga ham manfaatli bo'lsin. Xudo xohlasa bunaqa darslarni ko'p chiqaramiz. Xudo xohlasa keyingi darslarimizni ham ko'rib borish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Rahmat kattakon hammaga.